Assalomu alaykum hammaga. Mana 22 kilovatlik grabilkamizda hozir ikkita somon chiqarib, somon bilan bedani chiqarib video qilib nima qilib beramiz. Mana yerda 350 kilolik yem mishalkamiz. Yem mishalkamizda aralashtiramiz hozir. Shunda. Nimalar silosda olib qo'yilgan. Shular tashlab chiqaramiz. Makka sota ham bor, makka sotani ham shu apparatda chiqaramiz. Tezliklarni ko'raylik. Mana mahsulotimiz. Mayda bo'ldi, mayin bo'ldi. Endi tepasini o'zgartirib, makka sota maydalaymiz. To'xtab turardi. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Xudo xolasa 22 kilovatli motor qo'yilgan universal drabilkamiz 380 da ishlayapti. Hop, bunda hozir makkani sotasini yorma setkada o'tkazishini ko'rib o'tamiz. Bahodir aka qo'shib o'ring. Bosing. Tugadi, ada bor ekan. Mana. Hop, Yorma setkadan o'tgan makkani sotasi bilan maydalangan don. 50 kilo makka sota 1 minutda maydalandi. 1 minutga bordi. Endi oldida bir obzor qildik. Endi qo'lda ko'tarimni tashlab bering. Un aralash. Yo'q, gap yo'q.